Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar, parranda ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, ro'zalar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Bugungi videoda ayni kerakli narsani man sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Srochno efirga kirib ko'rsatlaring bo'laveradi bu videoni. Hozir mana apparatimiz ichida pashta 65 ga yaqin tuxum bor, lekin 3 dona jo'ja chiqdi, xolos qolgani chiqmadi. Sababi endi men sizlarga sababini tushuntirmoqchiman. Boyaga svet 3 yongan paytda avtomatichески blok управления. Blok управления svet 3 yongandan keyingi regirovkalari har xil bo'lib qolar ekanda. Shuni hisobidan keyingi boyaga 21 kun, 22 kun, 23 kun deganda ham jo'jalar chiqmar ekanda. Boya bitta ikkita ichida chiqib qolishi mumkin, qolgani chiqmay qo'yar ekanda. Sababi nimadan desalaring, mana qaranglar, hozir mana menyu deb qo'ygan. Tepada menyu deb qo'ygan, keyin mana pastga strelka, keyin ok, mana tepaga strelka. Menyu bilan mana pastga qaraydigan strelka bosamiz birdaniga. Mana F1. Agar F1 da biz 90 ga qo'yadigan bo'lsak, har 90 santimetrda F1 mana uni regirovkasini qiladi-da, boyaga tuxum yab yoqa o'ynaydi. Hozir men 0 ga qo'yib qo'yganman, shuning uchun mana 0 ga qo'yib qo'yay. Boyaga nimasi o'ynab ketmaydi regirovkasi. Endi qaranglar. F1 0 ga qo'yganman hozir. Aslida yab yoqa regirovka bo'layotgandek-da bu. Mana qaranglar. F2 180 da turish kerak ekan, обязательно ekan. F3 120 da turish kerak ekan, обязательно. F4 30 da turish kerak ekan, обязательно. F4 meniki 0 ga tushib qolgan ekan. Mana qaranglar, mana 0 ga turadi. 9 0 mana shu agarda inkubatorlaring mana bunday 3 latorlik bo'lsa, bitta, ikkita, 3 ta 264 ta tuxum botadi. Har bir latogida 84 tadan. Agarda mana shunday inkubatorlaring bo'lsa, inkubatorlaringda yaxshi jo'ja ochilmaydigan bo'lsa, yaxshi jo'ja yaralmaydigan bo'lsa, mana shuni обязательно ko'ringlar. Blok управлениеda mana menyu bilan tagidagini shunday bossalaring, mana shu narsalar chiqib keladi. Keyin mana uni okni bosaversalaring, hozir mana F5 ga keldi. F5 обязательно 10 da bo'lish kerak ekanda. Hozir men sizlarga katta inkubatorimni ham ko'rsataman. Qanday qo'yganimni, boya gradus, влажность nimalarini hozir qanday qo'yganimni ko'rsataman hozirlarga. Mana shu svet uchib yongan paytda inkubator misol uchun uchadi-ku, uchgandan keyin arodan misol uchun 1 kun, 2 kun, 3 kun boya ochishiga yaqinlab qolgan paytda 21 kun, 22 kun deganda ham tuxumlaring shunday turaveradi, bitta ikkita jo'ja chiqadi, xolos, qolgani chiqmay qo'yadi-ku. Mana shundan bo'lar ekanda. Hozir mana bizda bugun 22-kun, lekin 3 tagina jo'ja chiqdi, xolos, qolgan tuxum shundaycha turibdi, yavli. Mana yana bittasi yorib qo'ygan, endi chiqmoqchi jo'ja. Hozir biz endi blok управлениеni mana tanishlar bor, o'zimiz akalarimiz bor, akalarimizdan so'rab hozir men bildim. Hozir mana qaranglar. F6 0 da 3 ta 9 da F7. Mana o'sha buyog'i mana qaranglar. Bosasizlar 0 da 120 30 10 da bo'lish kerak ekan. Buyog'i F0 bo'ldi mana. Bosib qo'yasizlar, bo'ldi. Xudo xolasa buyog'i zakonni. Mana shunday bo'lish kerak. Misol uchun chiqishiga yaqin, misol uchun 19-kundan boshlab o'sha влажностьni ko'tarib o'rib, gradusi 37.4 ga yo 37.3 ga qo'ysalaring bo'laverar ekanda. Hozir endi orqadagi inkubatorni ham hozir men sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, mana bu katta inkubatorimiz hozir 37.8 ga qo'yib qo'yganman. Keyin mana влажностьni ko'tarilib ketgandan keyin 60 dan keyin buni ochib qo'ydim. Hozir mana yopib qo'yamiz endi. Men влажностьni mana shundan regirovka qilaman. Mana oldiga qo'yib qo'yganman. Ochib yopaman, shundan regirovka bo'laveradi. Hozir mana tuxumimiz hozir bitta bunaqasiga turibdi, mana ko'rib turibdilar. Mana pashta nima deydi, 45% bo'ladi, 45% ga qarab yaqa og'darilib turibdi mana. Hozir mana 4 ta latok to'la tuxum. Pashta hozir shunda 88 ta 170 ta bo'lsa, 170 ni 4 ga ko'paytirib mana hisoblab ko'raverasizlar. Hozir shuncha tuxum bor, har xil tavuqlar tuxumlari.
Только ikkita latogimiz bo'sh, bularga ham yaqinda o'sha qo'yishni boshlaymiz. Nega shuncha tuxum isrof bo'lmasin desalaring, mana shunday qilib regirovka qilishlaring mumkin. Agar sizlardagi mana shunday katta apparat bo'layotgan bo'lsa, katta apparatda regirovkasini ko'rsataman hozir sizlarga. Hozir mana 3780 ga 60 qo'yib qo'yganman. Hozir bu yerga 58 turibdi. 37 9 mana 8 ga tushdi qaranglar. Endi qaranglar mana. Menyu bilan pastga strelka bo'lganda bosamiz. F90. Bu F90 degani F90 mana bu latogimizni yoqqa ag'darib beradiganida. Misol uchun har 1,5 soatda latogni yoqqa ag'darib beradi o'zi avtomat. Endi qaranglar mana. Okni bosamiz. Eng tagida ok bor. Ok F2 180 120 30 F4. Ana bu yog'ini qaranglar endi. 14 ga qo'yilgan. Kattani 14 ga qo'ydik. Kichkinada 10 turuvdi, buni 14 ga qo'ydik. Mana bu yog'i F6 0 bo'ladi. Bu yog'i mana 19. Shunday mayna qilib regirovka qilib olaverasizlar mana. 180 120 30 14 mana bu yog'i 0 bo'ldi. Xudo xolasa mayna qilib regirovka qilsalaring, qo'ygan tuxumlaringdan xudo xolasa birak chiqmaydi. Birinchi kunlar jo'ja yaxshi chiquvdi, 95% chiquvdi. O'sha bizda svet 3-4 marta uchib yongan uchun boyagi apparatimiz blok upravleniya srazi boya miyasi o'zgarar ekanda, qo'yib qo'yilgan uстановка qilingan narsalari o'zgarib qolar ekan. Shuning uchun iloji boricha harakat qilib gradus mana shu blok upravleniyadan regirovka qilib qo'ysalaring, xudo xolasa narmani ochib chiqadi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda yangi bo'lsanglar, обязательно подписка bo'lib, like bosib, keyin kimda qanaqangi inkubator bor, kommentariyaga yozib tasalaring. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha videolarni chiqarib borib turamiz. Bizni qo'yib yurgan videolarimiz sizlarga ma'qul bo'layaptimi? Shuni ham yozib borsalaring kommentariyaga. Shunga qarab harakat qilib videolarni ko'paytirib boraveramiz qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.